eng didi nozik insonlarga manzur keladigan lokatsiyada joylashgan Yakkasaroy tumani Nukus ko'chada joylashgan Nukus Avenue turar joy majmuasidan 4 xonali xonadonimiz bugun sotuvga chiqqan. Sizlarga chiroyli obzor qilib beraman. Ko'chamizni bitta ko'rib, layklarni bosib turinglar. Xonadonimizni bitta ko'rsatib boqaman. Assalomu alaykum. Hoji aka, bugun sal yuzda bosh og'riq bo'ladi, chunki bu uyni ko'rib, keyin aniq mana shu uyga olib berasiz deb turib oladi. Ushbu xonadonimizni hozircha eshikdan kiradigan qismini videoga olib turing, bu tomonga o'tmay turaylik. Har bitta eshikning orqasida insonning ko'nglini yumshatib yuboradigan go'zallik bor. Mana bu koridor kattaligini qaranglar. Voy, boshqacha ashsheni, koridorimizni kattaligini, kengligini qaranglar. Har bitta xonamiz alohida 12 qavatli novostroyka domni, 12 qavatli novostroyka domni. Etajini eshitib turinglar. 5-qavatida joylashgan 4 xonali skvoznak planirovka. Konditsioner kerak emas. U eshikni, bu eshikni ochib qo'yasiz. Uyi ichidan shamol shunaqa xurillab aylanadi, yashab bersa bo'ldi xonadon. Bir boshidan boshlaydik. Har doimgidek ayol muqaddas, keyin ofisidan boshlaymiz. Ketdi. Xudo xolasa, shundoq kirganinglarda boshqacha vid, boshqacha atmosfera, oshxonamizni qaranglar. Juda ham shinam qilingan aka, bu tomondan olsangiz, mana bu yerda ustakalarimiz xonadonlarni qarang, qanaqa joylashtirib ketyapti. Bu tomonimizda gaz plitalarimiz Hoffman kompaniyasiga tegishli. Duxovkamiz, mikrovolnoy pech, hamma narsamiz bor. Ko'ringlar. Elektrika ishlarini bitta ochib ko'rsating. Bitta ko'rib boqinglar, boshqacha qilingan. Xonadonimizning kirish qismidagi o'zini ixchamgina garderobning zonasi. Kelgan mana bu yerda farzandlaringiz oldingizda o'ynab yurishadi. Er-xotin o'tirib, kofelarni ichib, xudo xolasa hayotda yaxshi joyini shu joydan, shu xonadonda davom etqizsanglar, inshaalloh sababchi bo'lib qolsak xursand bo'lamiz. Mani orzuyimdagi xonadonga mendan birinchi mani obunachilarim erishsin, inshaalloh. Xonadonimizning zal qismini ko'rsanglar bo'ladi. Boshqacha vid. Mana bu yerda o'tirib, televizorlarni ko'rib o'tirsak bo'ladigan shuni. Mana bu tomonimizda esa 6 kishilik ham stollarning narxi hamcha yaxshigina narxda. Qimmatbaho stollarimizda o'tirib, uydagilar bilan maza qilib choy ichib o'tiradigan joyi. Endi sizlarga xo'sh, birinchi spalniyadan boshlaymiz. Birinchi spalniyamiz skromna did bilan qilingan, ortuvchi narsa yo'q. Skromna did bilan qilingan, inson shundoq kirganda bo'g'ilmaydi. Devorlarimiz polnistu atachenta qilingan. Bu tomonda alohida ikkita ofis bor. Buni ham sizlarga birato'la tushuntirib beraman. Ketdi. Boshdan boshlaymiz. Dush qismimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonimizda esa sanuzilimizni ko'rib boqsanglar bo'ladi. Boshqacha qilingan. Endi sizlarga birinchi shirindan shakar bo'lgan farzandlarimizning yotoqxonasini ko'rsatib boqaman. Ko'rishingiz mumkin. Boshqacha did bilan qilingan. Kelaverasiz akajon. Mana bu tomonimizda yana bitta o'zini yotadigan joyi, derazalari. Ko'cha tomonlarini sizlarga kelinglar, videoni oxirrog'ida bitta ko'rsatib tushuntirib beraman, xudo xolasa. Endi sizlarga ikkinchi, ya'ni ota-onalar yotoqxonasiga kirar ekanmiz. Kirganimizdan boshqacha vid bor. Chunki garderobni shunaqa taxlashganki, ustakalarimiz qo'llari dard ko'rmasin. Garderobning zonani qaranglar. Boshqacha qilingan. Ko'ringlar, ota-onalar yotoqxonasini ko'rib, o'zingizlar bitta niyat qilib layklarni bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Keyin tosh oynalarni ko'rishingiz mumkin. Albatta konditsioner, televizor, barcha shart-sharoiti bor xonadonimizni yashab bersangiz bo'ldi xullas. Endi sizlarga yana ham eksklyuziv joyi. Pardalarni ham rosa qavat qilib qo'yishadi bunaqa xonadonlarga. Nukus ko'chani bitta ko'rib boqing. 12 qavatli g'ishli novostroyka dommi 5-qavatida joylashgan. Eng populyarniy qavat. Albatta o'zini sanuzillariga ega. Bitta ko'rib boqsanglar bo'ladi. Xonadonimiz Yakkasaroy tumani Nukus ko'chada joylashgan Nukus Avenue turar joy majmuasi. Piramid Towerdan 450-400 metr uzoqlikda joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 100 metr kvadrat, 4 xonadan iborat,
skvoznak planirovka, barcha xonalari alohida, 3 ta sanuzilli. Ushbu xonadonimizning narxi 219 ming dollar baholanmoqda. O'zbekchilik past balandini qilamiz, kelishtirib beramiz. Biza xizmatdamiz. Uyni qachon ko'rginglar keladigan bo'lsa, bemalol ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Topganmiz kanaldan uzoqlashmanglar. Joninglar omon bo'lsin. Gaplarimizda ozgina tutilib qolgan bo'lsak, ming bora uzr so'raymiz. Har bitta gapimizni yodlab ola olmaymiz. Joninglar omon bo'lsin. Bizani kuzatishda davom etinglar.